Obunachilar, radar detektorini обновление qilish o'zi 20 ming 30 ming so'm turadi. Shunda ham bepul qilishni biz o'rgatib qo'yamiz, o'zimizda ishimizni o'rgatyapmiz. Qaranglar. Telefoningizni Wi-Fi parolini 8 ta 0 qilasiz. Chunki bunda 8 ta 0 qilib kiritilgan bo'ladi. Yonbosh knopkasida Wi-Fi knopkasi bor, bosib turasiz, загрузка chiqadi. Загрузкаdan keyin qaranglar, 3 tami Wi-Fi chiqdi. Siz o'zingiznikini topib olib, tepadagi птичка knopkasini bosasiz. SS li telefonda parol 8 ta 0. Okey. Bunda ham 0 bo'ladi. Sizga yana qaysidir radar detektorlarining bepul proshivkasi kerak bo'lsa, bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Qaranglar, 01 14 01 06 26 01 26 bunda ham shunaqa turibdi. Agar sizda proshivka bazalar eskirgan bo'lsa, mana bu yerda ko'm-ko'k bo'lib ko'rinib turadi. Va albatta OK knopkasi bilan siz yangi proshivka ili baza ili yangi versiyasini o'rnatib olsangiz bo'ladi. Sizda qanaqasi kerak bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'ying. Bizga shunaqasi kerak deb, uni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Va albatta Doppler radar detektorini nastroykasiga keldik. Uni ko'rib olish uchun YouTube kanalimizga yo Telegram kanalimizga o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Qolgani YouTube, Telegramga qo'yiladi. Davom etamiz. Xo'sh. Birinchi ochirtga birinchi menyu knopkasi bo'lib chiqadi. Xo'p, yana o'shani bosib tepadagi knopkani bosib, albatta sbros настройка berib olish kerak bo'ladi. Har birta radar detektorini proshivka qilgandan keyin sbros настройка beriladi. Xo'p, o'tamiz, pastga tushamiz. Qaranglar, saqlanib qilib olsanglar, qilib olish oson bo'ladi. Xo'p, lochin o'chgan turadi. Buni yoqib olish kerak bo'ladi. Xo'p, tushib kelamiz. Aynan vikil radar chasti yozilgan bo'ladi. Ana shu 30 turganini albatta 0 qilib qo'yishingiz kerak bo'ladi. 50 turganini buni hozir qaytib ko'rsatib ketaman. Avto vikil zvuk deganini 20-30 qilib qo'ysangiz bo'ladi. Va albatta pastga tushamiz. Gorodni 55 qilib qo'yasiz. Avto magistral sizga necha tezlikdan keyin chustитель oshish kerak bo'lsa, o'shanga qarab 80 qilib qo'yasiz. Va albatta sizga keraksiz bo'lgan ortiqcha pamir presga gapiradi. Pres gapirishi shart emas, o'chirib qo'yamiz. Va albatta gruzovoy kontrolni ham o'chirib qo'ysa bo'ladi. Set yizik bu nastroykani ruscha yo o'zbekcha qilish bu kerak emas. Strana O'zbekiston eslatib o'tamiz. Silverstone radarlarida, Silverstone radar detektorlarida qayerdan esingi bo'ylab olishingizdan qat'iy nazar Qozoq, Qirg'iz, Tojik, Rossiya, Belarusgacha ishlaydi, O'zbekistongacha. O'sha joyniga kiritib qo'yiladi. Misol uchun Rossiyada bo'lsangiz, Rossiya, Qozoq bo'lsa, Qozoq qilib kiritib qo'yasiz. Bu radar detektori o'sha joyga ham ishlayveradi. Ayrim emas. Silverstone radar detektoridan boshqa radar detektorlar boshqa mamlakatga ishlamaydi. Shuni qulaylik tarafligi esingi bo'ylab nomer 1 esingi bo'ylab ishlaydi va albatta Doppler radar detektoriga mos teng keladigan o'rniga to'g'ri keladigan hali radar detektori ishlab chiqarilgani yo'q. Albatta Silverstone kompaniyasidan Doppler Pro, Sochi Pro Elena, o'sha Doppler tiqilgan ikkita Elena usluterli va albatta Hybrid S bot. O'shanda shunaqasi qilib qo'yilgan ikkita Elena usluterli. Davom etib ketamiz o'sha joyidan. Xo'p, strana O'zbekiston turi Rossiyada bo'lsangiz, Rossiya qilib qo'yasiz. O'rislar var bu gaplarni tushunmayapti. Tarjima qilib oladi agar kimdir kerak bo'lsa. Goals. Agar siz Goalsda shunaqa kirib turib o'zbekcha qilsangiz, gapirishlari o'zbekcha bo'ladi. Sizga sal osonroq bo'lishi ham mumkin. Keyin avto displeyda banamini 30 sekund qilib qo'ysiz, harakatlanadigan paytingiz 30 sekunddan keyin buni displeyi shuni o'chib tezlikni ko'rsatadi, ko'zingizni olmaydi. Va albatta sizga yana qanaqa radar detektorda nastroyka proshivkalari qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozsangiz, layklarni shaqillatsangiz qo'yamiz. Va albatta bunda mana bunaqa funksiyalar ham bor. Kimga qanaqasi qiziq bo'lsa, yozib ketasizlar. Like, podpishkani ayamaysizlar degan umiddamiz. Sog' shabet, omon shabet. Sizlar bilan Universal Pro Max.